Famous internetini cheksiz qilishimiz uchun bizlarga HTTP injektor degan ilova kerak bo'ladi. Bu ilovani Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. Shu ilovaga kiramiz. Ilovaga kirganimizdan so'ng hammada mana shunday turgan bo'ladi. Va buni isbotlash uchun birorta bir saytga kirib ko'ramiz, internet ishlayaptimi, yo'qmi. Mana internetga ulanmagan deyapti, demak internet hali ishlagani yo'q. Va shu ilovaga kira olamiz. Kirganimizdan so'ng mana shu joyga bir marta bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana shu HTTP Proxy degan joyga yana bir marta bosib, pastdagi mana shu HTTP Custom Payload degan joyga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu yerda ishimiz qolmadi va Saveni bosib chiqib ketamiz. Saveni bossak o'zi chiqaraveradi. Bu yerdan Payload degan joyga bir marta bosamiz. Mana bu yerdan Help Generate degan tugma chiqdi, bo'yi ko'rsatib o'tilgandek. Va endi hozir yo'q qoldi. Mana shu joyga yana bir marta bossak, mana shu bo'lim ochiladi. Bu yerga mana URL-host degan joyi bor. URL-host degan joyi, shu joyga bir marta bosib, sizda Humans bo'lsa Humans deb yozamiz. humans.uz deb yozganimizdan bu yer bo'ldi. Mana bu yerni normal degan mana shu joyini frontga qo'yamiz. Mana ya'ni ikkinchisiga qo'yganimizdan so'ng pastdagi mana shu yerdagi barcha galochkalarni yoqib chiqamiz. Mana shularning hammasiga bosganimizdan so'ng bu yerda ishimiz qolmadi va Generate Payload degan joyni bosamiz. Bosganimizdan so'ng tepada boshlash tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng Choose Server degan joyni bu yerda bossak, bizga serverlar kelib chiqadi. Bu yerdan Egypt tugmani bosib, tugmani bosganimizdan so'ng mana shu joyga bosganimizdan bosamiz va Connect tugmasini yana bir bosamiz. Bosganimizdan so'ng tepadagi mana shuni bitta bosib qo'ysak, pastdagisi ham o'zi avtomatik yonadi. Bu yerda 80 turgan bo'ladi. Buni biz mana shu joy orqali 80 ni o'tkazib qo'yamiz va Saveni bosamiz. Saveni bosganimizdan so'ng bizning ishimiz qolmadi. Tepadan boshlash degan tugmani bosamiz va tekkinga cheksiz internet bo'ladi. Ozgina kutamiz, internet yaxshiroq joyga va tepadagi bulut oq bo'lishi kerak. Va oq bo'lganicha ozgina kutamiz. Va mana oq bo'ldi. Yana o'chib qolyapti. Va to'xtatish va qaytadan boshlab ko'ramiz. Sizlarda bittada ham o'xshaydi. Va men videoni pauza qilib turaman. Tepadagi bulut oq bo'lganicha. Va mana tepada ko'rib turganinglardek bulut chiqdi va reklama chiqadi. Shu reklamani tepadagi X tugmasi bo'lim orqali chiqib ketamiz. Va mana bu yerdan bitta orqaga qaytish tugmasini bosamiz. Keyin buni emas, minimize degan tugmani bosib chiqib ketamiz. Va mana saytga kirib ko'ramiz, internet ishlayaptimi, yo'qmi, shuni tekshirgani.
ozgina mana ko'rib turganingizdek internetimiz ishlab ketdi. Va asta ishlayapti deyishinglar mumkin. Chunki deganda men qishloqda yashayman. Bu yerda imiz interneti ham servis yaxshi emas. Sizlar shaharda bo'lishinglar mumkin. Internetinglar uchadi.